Kunlar isib ketishiga qaramasdan shuncha kunlarni arzon narxda yana olib kelib qo'ydik. Nomi chiqmagan qat'iydir brend emas, naqd original Xitoy TCL brendi. Aynan shu original brendni bozorlarda ham ko'p joylarda 1 million 200 mingdan 1,5 milliongacha sotishayotgan ekan. Men sizlarga hozir shunaqa narx aytaman, hayron qolishinglar aniq. Videoni oxirigacha ham ko'ringlar. Faqat narxi oxirida bo'ladi. Bu kunlarimizning dizayniga bitta baho beringlar, shunaqa chiroyli rangda bo'ladi. Eng muhim jihatlaridan bittasi 3 xil pozitsiyada muzday, iliq va issiq suvlarni bir vaqtda ishlatsangiz bo'ladi. Yosh bolalardan ham himoyasi bor. Yana bir muhim jihati, bunda ichayotgan suvinglardan hech qanaqa plastmassa mazasi kelmaydi. Bunga sabab ichidagi moslamalari ham polni nержавейкадан qilingan. Kunlarimizni hech qanaqa ventilyatorda emas, kompressorda ishlaydi va freon bilan muzlatadi. Operator, yaqinroq kelib bemalol ko'rsatishingiz mumkin. Toza original narsa. Muzday suvni ham, issiq suvni ham alohida o'chirib yoqsangiz bo'ladi. To'kdan chiqarish shart emas. Suvni +10 gradusgacha sovut beradi, +95 gradusgacha qaynatib beradi. Pastki qismi bo'lsa shkaf bo'ladi. Bemalol stakanlarni qo'yib qo'yib foydalanishingiz mumkin. Narxi rekord darajada arzon bo'lib ketdi. Aynan shu apparatni 1,5 milliongacha sotishyapti, lekin bizning obunachilar uchun 835 mingdan qilib beramiz. Hali bunaqa ishkalat narx hech qayerda bo'lmagan.